Jigar kasalligidan tuzalishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men Azamat Rahmatov, shifokor, paleolog, nutritsiolog. 6 yildan buyon jigar kasalliklarini davolash bilan shug'ullanaman. Jigar kasalliklarini davolashda ko'proq Ganoderma ekstraktlaridan keng ko'lamda foydalanaman. Jigar kasalliklarining kelib chiqishi bu infeksion va non-infeksion xarakterga ega bo'ladi. Bu mahsulotlar zararlangan jigar hujayralarini tezda tiklaydi va undan tashqari jigar kasalliklari oqibatida kelib chiqadigan eng xavfli asoratlardan biri bo'lmish jigar sirrozi asoratini oldini oladi. Men Ergasheva Feruza, yoshim 54 yoshda. Yillar davomida noto'g'ri ovqatlanish sababli jigarimda qotish, jigarda yog' bosish kasalligini orttirib olganman. Shu sababli Ganexel korporatsiyasini eshitib qolib, mahsulotlarni to'liq vrach nazorati asosida 3 oy ichganimda jigarimdan zo'r natija olganman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mahsulotlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, gano.uz saytiga kiring yoki quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.